Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Mana bugun biz korxonamizda Navro'z nishonlayapmiz. Korxonaga Navro'z qutlug' bo'lsin. Oxirida qutlug' bo'lsin. Doim sog' salomat bo'laylik. Korxonamiz juda yashnashsin. Salomat bo'linglar. Barcha Navro'z muborak bo'lsin. Sizlarga ham Navro'z muborak bo'lsin. Navro'zinglar muborak bo'lsin. Hammalarni tabriklayman Navro'z bayrami bilan. Salomat. Hammaga Navro'z olam muborak bo'lsin. Sog' bo'ling. Charchamayapsizmi? Masjidlardamiz. Navro'z muborak bo'lsin. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Mana bugun 24-mart Uzoqda korxonamizda xodimlarimiz uchun korxona rahbari tomonidan tashkil qilingan Navro'z ayyomi qadriyating boqiy bo'lsin Navro'z deb nomlanadi. Bunga har bir bo'lim o'zini mahoratini ko'rsatgan holda mana ajratilgan joylari chiroyli dasturxon tuzab bezatish ishlarini olib borayotganmiz. Bu yerda mana hozir biz yerda texnologiya bo'limi xodimlar tomonidan tayinlangan mana ixchamgina joyimiz. Bu yerda hamma xodimlarimiz bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilyapti. Navro'z muborak bo'lsin hammamizga. Shunaqa xursandchilik kunlar ko'p bo'lsin. Korxonamiz rivojini topsin, omadimizni bersin. Rahmat hamdinglar. Korxonamiz faxriylari shaxsan o'zimning nomimdan chin qalbimdan tabriklayman. Korxonamiz barcha ish xodimlariga, oilasiga tinchlik, totuvlik, dasturxonlariga to'kin sochillik, nima yaxshi niyat qilgan bo'lsa, hamma yaxshi niyatlari ijobat bo'lishini, korxonamizga bundan keyin yanada rivojlanib, davlatimizni rivojiga, iqtisodiyotimizni yanada yuksalishiga katta hissa qo'shadi degan umiddaman. Yana bir bor barcha korxonamiz xodimlarini ushbu qo'shaloq bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Mana bugun korxonamizda Navro'z olam yasharish, yashnash, bahor bayrami Navro'z olam nishonlanmoqda. Shu fursatdan foydalanib barchangizga ushbu bayram bilan barchangizni chin qalbimdan tabriklayman. Oila a'zolaringizni hamda yaqinlaringizni o'z nomimdan qolaversa, oila a'zolarim nomidan chin qalbimdan tabriklayman. Sizga ushbu bahor muborak bo'lsin, Navro'zi olam muborak bo'lsin. Oilangizga tinchlik, xotirjamlik, dasturxoningizga qut baraka. Bahor ayyomi barchangizga muborak bo'lsin aziz hamkasblar. Ruxsat bersangiz, badiiy sahnamizga ishlab chiqarish bo'yicha boshqaruvchi direktori Dilshodbek Abdurahmonovni taklif qilamiz. Chiroyli qarshiliklar bilan birgalikda. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, aziz korxonamiz faxrlari, aziz ishchi xodimlar. Korxona rahbariyat nomidan va shaxsan o'zim nomimdan ushbu Navro'z ayyomi bilan barchangizni tabriklaymiz. Bayram bugungi kunni go'zal holatda o'tkazishni tilab qolamiz. Rahmat katta. Katta rahmat. Kasaba uyushmasi raisi Umarali Ergashev va O'zbekiston qahramoni Hasanboy Qosimovlarni taklif qilmoqchimiz. Marhamat do'stlar. Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar, hurmatli mehmonlar. Bugungi bu korxonani juda bir chiroyli bayramida qatnashayotganimdan juda xursandman. Barchalaringlarni chin qalbimdan korxona faxriylari, shaxsan o'zimning nomimdan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga tinchlik, xotirjamlik, oilalarda doimo dasturxoninglar to'la to'kis bo'lishini, farzandlarning orzu havasini ko'rib, faqat yaxshi kunlarda yashashinglarni tilab qolaman. Yana bir bor bayraminglar muborak bo'lsin. Rahmat e'tiboringlar uchun. Rahmat Hasanboy aka. Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Haqiqatda bugun mana shu davraga kelgan har qanday insonni qalbida, dilida shu Navro'z shukuhi uyg'onib turadi desam mubolag'a bo'lmaydi. Har bitta so'riga borsang o'zingizga yarasha bir yangilik taomlar, shirinliklar
chiroyli dasturxon bezagan mehnat qilsalar, hammanglarni mehnatinglarga katta rahmat. Hammanglarni bayraminglar bilan chin qalbimdan tabriklayman. O'zim va Kasaba uyushma qo'mitasi tomonidan muborakbod etaman. Rahmat deganlarga. Katta rahmat do'stlar. Ha, yo'q so'zi mumkin emas. E'tibor berib turinglar. Boshladik. Ismingiz nima? Bahromjon, Kayfiyatlar qalay? yaxshi? Charchamayapsizmi? Charchamayapman. Bola-chaqalar tinchmi? Hammalari yaxshi. Nechta? 4 ta farzandim bor. Qilib yuborsizmi? Deganim yo'q. Hammalarni Navro'z bayrami bilan muborakbod etaman. Mana zavodimizni qahramonlari necha yildan beri, kamida 30 yildan beri mashinlarda mehnat qilib, mehnatini singdirib, oilasidan ko'p vaqtlarini mana shu zavodlarga bag'ishlagan insonlar bilan birga o'tirib qoldim. Mana bularni hammasini Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Bular zavodga mehrini berganlar. Avvalambor shu korxonamizga shunday ishlarni, Navro'zlarni tashkil qilib, milliy tiklanishlarimizni qatar berganiga shu ma'muriyatga kattadan katta rahmat. Assalomu alaykum hamkasblar, hammanglar Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Shunchalik bizni qadr qilib chaqiribdi. Rahmat sizlarga ham. Ishlari baxtiga, sog'likda, salomatlikda yurishlarga tilakdoshmiz. Sog' bo'ling. Rahmat. Shunaqa bo'ladi. Maza qilib o'ynash. Kim zo'r o'yinga tushsa sizlar ham qarab turinglar. Mana shu yigitga demak bitta sovg'ani bermoqchimiz. Anjan Polka, tayyormi? Yana chiqadiganlar bor? 3 minut. Rasm 3 minut o'ynaymiz. Keyin qizlarga navbat berar ekanmiz. Bu yerda hozir nima deydi? Erkaklar, ayollar demaymiz. Yigitlar, qizlar deymiz. Mana 20, 30, 40, 50, 60, 70 yoshar yigitlar, 60-70 yoshar qizlar ham, hammasi yigitlar, qizlar bugun bayram chunki. Xo'p, Anjan Polka tayyormi? Yigitlar tayyormisizlar? Anjan Polkaga yurakdan Anjan chaqirib köşede onu sergi duranlar Kaş kalktı gitti Nağdarga çıktı kulpunay Yetkazdi xudodan aylanay Ilinib olg'alay Onamni ko'rgani boraman Ishlarim yo'limni to'ssa ham Oyimda tikanlar o'ssa ham Bir dasta gul olib bo'lsa ham Onamni ko'rgani boraman Kirsam ham ikkita ot bilan Bag'riga bosadi jon bilan Aytadim kelding munchon boram Onamni ko'rgani boraman Onam, jon, onam 33 34 35 35 Malagas qarsinglar. Xo'p, 20 21 Navro'z 21 Qoyil 19 qarshi choptiringlar ey odamlar 20 21 gap yo'q 1 2 3 4 5 49 50 51 52 53 54 55 nimani almashtirib qo'ymaydi bolalarimiz olib chiqing bitta sog'lamidi ikkita beramiz gap yo'q akamga birinchi o'rin bilan tabriklaymiz 36 ikkinchi o'rin tabriklaymiz yana bitta sovg'a olib chiqing imkonga 35 ta bo'ldi lekin 35 ta haqqoniy birinchilardan chiqish oson emas edi tabriklaymiz gullarga qarshiga bo'lsin do'stlar gap yo'q rahmat Yana kim yo'q? Bobur. Sovg'amiz ikkita ekan do'stlar. Tepaga. Qandagilar do'stlar, qandagilar. Gap, молодец, gap. Mana shu sovg'a, demak,
Yigitlarga muborak bo'lsin, salomat bo'linglar, sog' bo'linglar, ishlarga omad tilaymiz. Yigitlarga qarsinglar bo'lsin do'stlar. Gapi zo'r. 64, 70, 56, gap yo'q, zo'r. 56. Marhamat, navbat. 17, gap yo'q, zo'r. 17. bilan aniqlandi. Demak, bugungi ajoyib bellashuvimizda birinchi faxrli o'rin 55 ball bilan ta'minot boshqarmasi, ikkinchi faxrli o'rin 53 ball bilan Sifat boshqarmasi hamda uchinchi faxrli o'rin bilan 52 ball bilan buxgalteriya hisobi bo'limi. Barchangizni tabriklaymiz. Lekin g'olib hamma edi. Xudo xolasa bundan keyin undan ham yaxshi bo'ladi, hammamiz rivojlanamiz, bir-birimizga o'rganga qolamiz. Demak, UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati rahbariyati va kasaba uyushma qo'mitasi korxonaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi yo'lidagi fidokorona mehnatlari hamda 2026-yil Navro'z bayrami munosabati bilan bo'yoqlash sexi ishchisi Madumarov Adhamjon faxriy yordam bilan taqdirlanadi. Mahkamjon taqdirlanadi. Munosabati bilan yig'im sexi ishchisi Nishonov Umidbek taqdirlanadi. Mavzular soni 200 ta, lekin bir guruhlarni o'qiymiz xolos. Vaqtdan unumli foydalanish uchun 2026-yil Navro'z bayrami munosabati bilan birinchi materiallarni saqlash bo'limi ishchisi Nurmatov Shermuhammad taqdirlanadi. Kelgan munosabat bilan birinchi presslash sexi ishchisi Turg'unboyev Javohirbek taqdirlanadi. SKD sexi ishchisi Sobirjonov Mirzohid taqdirlanadi. Birinchi payvandlash sexi ishchisi Komilov Asadbek. Birinchi materiallarni saqlash bo'limi ishchisi Saidaliyev Iqboljon taqdirlanadi. İkinci payvandlash sexi ishchisi Nishonov Jahongir taqdirlanadi. 4-yil Navro'z bayrami munosabati bilan ma'muriyat xizmati ishchisi Qurbonova Marhubaxon taqdirlanadi. Birinchi ta'minot bo'limi ishchisi Aminjonov Ulug'bek taqdirlanadi. Son 200 ta bu sovg'alarni eslatib o'tamiz. Bir guruhiga sovg'alarni hozir tantanali tarzda topshirdik xolos. Farruxbek akamiz boshchiligida ma'muriyat bo'limiga ham alohida minnatdorchiligimizni barcha mehmonlar nomidan bildirmoqchimiz, chunki bu kabi tadbirlarni tashkil qilish, bu kabi go'zal tarzda bir o'tkazish oson ish emas. Shuning uchun ma'muriyat bo'limiga bitta alohida qarshi olinglar do'stlar. Katta rahmat.